Qizlar, O'zbekistonga shunaqangi zo'r imkoniyatlar kirib kelgan boru. Qizlar, ishonasizlarmi? Endilikda sizlar Xitoydan narsa zakaz qilib, uni haftalab, oylab umuman kutib o'tirishlaringizga hojat yo'q, qizlar. Xitoydan xohlagan luboy kiyim, kechak deysizlarmi, nima xohlasanglar, qarochi, o'zimizda Xitoy narxidagi Limon marketdan xarid qilishlaringiz mumkin, qizlarjonlar. Xohlagan, qidirgan hamma narsalaringizni topsangizlar bo'ladi. 100% ishonchli o'zimni opam ishlaydilar. Mana bu telefon raqamlari, mana bu o'sha Limon marketda gruppasi. Gruppaga kiringlar, siflarni ko'ringlar. Bu hali O'zbekistonga yangi kirib kelgan chet eldan. Bemalol ishonib, xohlasanglar biznes qilsanglar bo'ladi. Ham kunlik daromadga chiqsanglar bo'ladi. 150 ming so'm, 200 ming so'mdan kuniga topsanglar bo'ladi. Oylik esa o'rtacha 3, 4, 5, 10 milliongacha topsanglar bo'ladi, qizlar. Tez gruppaga